Assalomu alaykum azizlar. Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand, Moskva Toshkent, Moskva Samarqand yo'nalishida avtobuslarimiz qatnashda davom etyapti azizlar. Bugungi 3 ta reysimiz bor. Uchalasi ham baravar yo'lovchilar yuklanyapti, joylanyapti. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, avtobuslarimizni qisqachagina obzor qilib, ketish holatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Reyslarimiz har kuni bo'ladi. Har bir yo'lovchiga 2 tadan sumka bepul bo'ladi. Premium reyslar amalga oshiriladi. Avtobuslarimiz holati yangi. Har bir yo'lovchiga 2 tadan bagaj bepul. Hamma avtobusning ichlari ham bir xil, shuning uchun bittasini ichini sizlarga hozir ko'rsatamiz. Bu avtobusimizga yuklar joylangan, bunisiga ham yuklar joylangan. Har bir yo'lovchi uchun mana shu ko'rinib turgan chamadonlardan 2 tadan bepul bo'ladi. Avtobusimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Mana biz kichkina yo'lovchilarimiz o'zi joylashishga ulgurishibdi. Keling chiqaning. Transportimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Ko'rib turganlaringdek. Ukaxon, yaxshi joylashib oldingizmi? Bemalol o'tiribsizmi? O'tirganingizda qisilmayapsizmi? Yaxshimi? Yaxshi yetib oling, oq yo'l. Mana azizlar, ko'rib turganlaringdek har bir yo'lovchi uchun alohida zaryadli bor, bunaqangi podnos. Tepada ruchnoylarni qo'yadigan joylar bor. Orqada oldida alohida monitorlar bor. Zarurat uchun bu yerda issiq suv, sovuq suv ham bor. Hamma avtobuslarimiz ichi shunaqangi bir xil pokiza, luks, yangi avtobuslar. Chiqoring aka. Bu tarafda yana bitta avtobusimiz kirib keldi. Reyslarimiz har kuni bo'ladi azizlar. Ketmoqchi bo'lganlar shu ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga aloqaga chiqib, joylaringni band qilib olishlaring mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Har kuni chiqib turgan reyslarimiz haqida informatsiyalar qo'yib joylab boramiz.